Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, qanaqsizlar? Tan salomatliklar durustmi? Bizda bir yangiliklar bor. Yangilik deganda imенно Masha Ovul Omonat programmasi bo'yicha 23-24-yilda mal o'stirdiganga olgan akla, hadla bo'lsa, biz hammamizga xato grafik pogashение bergan ekan. Shuningga bugungi kunlikda men o'zim shaxsan deputatlik zaпрос o'tib, Akim oblasiga xat yozib qo'ydim. Ularning durust emas, chunki mal o'stirdiganga programma bo'yicha 7 yil, 2 yil kanikul, 5 yil pogashение kreditiga vaqt berish kerak deydi bularning. Biroq yomon jihatga, yomon jihat emas, основной hammasiga именно 1 yil kanikul bergan ekan. U 1 yilda bizning kalla qaydi bo'yicha huquq tushib to'lni eplab ulgurimiz, biroq to'limizni ya setish qilmaydi, ya o'zimizning olgan kallarimizni qaydi bo'yicha setish bo'lmaydi. Shuningga Akim oblasidan men o'zim shaxsan sizlarni yurtdoshlar qo'shilsang bo'ldi. 2 yillik kanikul so'rayapman. Именно mal o'stiradigan odamlarga, mal o'stirdim deb olgan odamlarga kreditni 2 yilga so'zib berganini so'rayapman, lьготный periodni. Shuningga endi 23 ta olgan, 24 ta olgan akla, hadla, sizlarni o'zingizning o'tnishlaringni bizning sельхоз управлениеga olib tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Chunki biz o'zimiz shu ovqat bilan mal o'stiradigan program bilan olgan malni bizning sotadigan haqqimiz yo'q qarindoshlar. Ertasi kun u malni setib etib kredit to'laydiganga. Keyindan komissiya kelsa, bizning o'qitimiz нецелевое использование этого кредита bo'ldi. Если нецелевое использование этого кредита bo'lsa, shu vaqtda hammamizning процентный ставкасы 2,5% olgan kreditlar avtomatik 22% ga o'tadi qarindoshlar. Qanchalik odam tushunish bersa, qaydi bo'yicha bizga 2 yil kanikul deydi-ki, 2 yil kanikul berishni so'rayman deb, yezishni so'raymaslarga. Именно bizning сельхоз управление УСХ Алматинской области или Аким Алматинской обласиga yezinglar qarindoshlar. Hammamiz birov o'zimizning prava deydi-ku, свои prava надо отстоять degan. Shuning uchun o'zimizning pravaga boraylik, yozaylik, заявлениеlarni yezinglar, o'tinimlarni yezinglar. Bizga asli 2 yil в обязательном порядке kanikul berish kerak. Shu qarindoshlar, yana yangiliklar bo'lsa o'tib ketmaslarga. Yani biroz yutib ketdim, ranjimaysizlar. Like besib, подписка qilib, repost qilganni unutmaylik.